Mehnat qilgin, to'xtama, ishla. Shunaqangi boy bo'lasan. Hali kelib boylik sana oldingda raqam turadi. Sandan tug'ilgan o'g'lingning basharasi dollarga o'xshaydi. Sen menga ishonmayapsanmi? Lekin men senga ishonaman. To'xtama. Qiyinchilik ko'rmay ulg'ayib qolgan, endi qo'liga pul tushib o'zgardi deb o'ylamang. Biz qiyinchilikni ko'rsatmay katta bo'ldik. Tirnoqlari bilan qazib pul topgan oilaning farzandimiz biz. Bizni na pul buza oladi va na pulsizlik. Alloh seni sinovga soldimi? Nimanidir bermadimi? Demak seni yaxshi ko'ribdi. Chunki Alloh yaxshi ko'rgan bandasini sinovga soladi. Agar yana ham yaxshiroq ko'rsa, shu sinovga sabrli qiladi, kuniga qanoatli qiladi.